ozgina bu yoqda yengil shabada bor. Shuni hisobiga ozgina ortiqcha ovoz bo'lishi mumkin. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Xo'p. Men oxirgi payt ko'p kuzatyapman, ko'p ko'ryapman, eshityapman. Yigitlarda ko'p haqorat qilinyapti, ko'p latta, tormoz, shunga o'xshash gaplar bilan masxara qilinyapti-da. Buni orqasini surishtirsangiz, qayerdan kelib chiqyapti bunaqa gaplar, nimaga aytilyapti bunaqa gaplar? Xo'p, yigit bilan qiz masalan urushib qolgan bo'lishi mumkin va yigit qizni qaytarishga harakat qilmayotgan bo'lishi mumkin. Yigit qizni ko'nglini olishga harakat qilmayotgan bo'lishi mumkin yoki sevgisini aytishga harakat qilmayotgan bo'lishi mumkin. Shuni hisobiga yigitlar hozir ko'pincha tormozga chiqarilyapti. Lekin bir eslasam, o'zimda shunga o'xshash holat bo'lgan va men nimaga sabr qilishda aynan qaytarishga yoki sevgimga iqror bo'lishga harakat qilmaganimda tushuntirib bera olaman va boshqalarda ham shunga o'xshash sabablar bo'lishi mumkinligini o'yladimda. Xullas, o'zimga o'xshagan yigitlar nomidan o'zini oqlash yoki asl vaziyatda, asl holatda tushuntirish deb qabul qilsam ham bo'ladi bu videoni. Xo'p, demak, bitta video ko'rdim yaqinda. Bir qiz o'zini bobo buvlaridagi o'sha munosabatlardan misol keltirdi. Bobosi qattiq harakat qilgan, bilmay xatlar, kitoblar yozgan va erishgan oxiri. Lekin zamon, odamlar boshqa. Baribir u paytlari u odamlar qilgan ishlarda hozirgi zamonda hozirgi odamlardan kutish, talab qilish qandaydir o'zi to'g'ri deb o'ylamayman. Xo'p, birinchi o'rinda u paytlar qanaqa bo'lgan? U paytlar baribir odamlar beg'uborroq bo'lgan. U paytlar baribir odamlar soddaroq bo'lgan. Masalan, qizlarda ham ochiq-sochiq kiyinish bo'lmagan bo'lishi mumkin. Qizlarda o'g'il bola do'stlar bo'lmagan bo'lishi mumkin. Qizlarda Instagramlar, u yoqqa qo'yiladigan rasm videolari bo'lmagan bo'lishi mumkin-da. Va bularni hammasini hisobiga yigitda u qizga erishish xohishi faqat kuchaygan va hech qachon susaymagan desak ham bo'ladi. Bu shunchaki meni qarashim, meni taxminlarim. Xullas, hozirgi paytda masalan hozir tepada aytib o'tgan ishlarim, ya'ni qizlarda rasm videolari internetga qo'yilib, u yoqda begona erkaklar tomonidan layk bosib, maqtovlar yozib kommentlarga, bularni qabul qilish qizlarda o'sha aynan uni sevadigan yigitni nazarida hurmatini biroz pastga tushiradi-da. Xo'p, yana qiz masalan ochiq-sochiq kiyinishi mumkin, o'zini o'sha hammani e'tiborini tortadigan bo'lib kiyinishi mumkin. Bu ham qizda hurmatini juda ko'p yigitlarning nazarida tushiradi. Aynan masalan yigit bilan qiz urushib qolgan bo'lsa
va qiz bu yoqda o'sha rasm videolarini internetga qo'yayotgan bo'lsa, u yoqda maqtovlarni begona erkaklardan qabul qilayotgan bo'lsa, bu yoqda ochiq sochiq kiyinib yurgan bo'lsa, hammani e'tiboriga tushishga harakat qilayotgan bo'lsa, yigitda u qiz bilan yarashishga harakat qilgisi kelmaydida. Bu uni tormozligidan, bu uni anqovligidan ham bo'lmaydi. Bu shunchaki qizni qaytargisi kelmaydi yigit. Qizdan ko'ngli sovib qoladi desak ham to'g'ri bo'ladi. Xo'p. Yigit qizdan ko'ngli sovib qoladi. Zamonni bu yoqda masalan yigitlar arazlab yoki qanaqadir men yozmayman, kerak bo'lsa o'zi yozsin deb o'tirmagan bo'lishi mumkinda. Shunchaki o'zi uchun u qiz bilan munosabatni tugatib yuborgan bo'lishi mumkin. Yoki o'sha hali sevgisiga iqror bo'lmagan yigitlar bo'lsa, nimaga bu qariydi, masalan, yoqtiradiganga o'xshaydi-yu, lekin u ko'nglidagilarni aytmayapti, sevgisini izhor qilmayapti deb o'ylashi mumkinda qizlar. O'shanda ham tormozga chiqarib yuborishi mumkin, lekin qizni qaysidir harakatlari yigitni to'xtab o'ylab ko'rishga majbur qilayotgan bo'lishi mumkinda. Bu har xil sabablar bo'lishi mumkin. Men endi misol qilib o'sha bu yoqda qiz rasm videolarini internetga qo'yishi, ochiq sochiq kiyinishlarini misol qilib keltiryapman. O'g'il bola do'sti bo'lishi qizni, xullas shunga o'xshash narsalarni men misol qilib keltiryapman, lekin boshqa sabablar ham bo'lishi mumkinda. Shunga o'xshash. Shuni hisobiga yigit biroz shoshmay o'ylab ko'rayotgan bo'lishi mumkin yaxshilab.